Hammaga salom. O'zbekiston Dalas kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz yaqinda qo'shilgan Dynamic Stars o'yinchilarini olishda va qanday oson yo'llar borligini bilamiz. Ko'pchilik sezon passini faqat sotib olsa keladi deb o'ylagandi, lekin DLSga insof kirgan holda jahon chempionatining hurmati uchunmi, hozir masalan sezon pass olmagan holinglarda ham dinamik agent ikkita olishinglar mumkin. Mana oxirigacha borsanglar yana bitta olasizlar. O'zi mana sezon passda 6-levelga kelsanglar ham bitta olasizlar. Agar sezon pass sotib olsanglar, sezon passda o'zida 3 ta bor, plus yana 2 ta bilan 5 ta olsanglar bo'ladi. Bitta sezon passda o'zida 10 kunda 5 ta. Ko'pchilik taxmin qilgandi, legendarniy agentdan dinamik agentlar olsak bo'ladi, lekin yo'q. Bu noto'g'ri bo'lib chiqdi. Va yana ko'pchilik 106 bo'ladi deb vahima qilib yuborgandi, lekin bu noto'g'rilik aniq edi. Sababi mana o'zi yozib qo'ygan. Qanaqa qilib qoidalarni kuchaytirish mumkin, qanaqa qilib o'zgaradi deb infosiga o'tsak ham bilamiz. Xo'p, endi biz yana boshqa o'yinlarni qayerdan olamiz? Xo'p, yaqinda turnir bo'ladi, event keladi yangi. O'shanda birinchi o'rinda olsa yana bitta agent va yaqinda dinamik Dream Draft qo'shiladi 1 kundan keyin va unda ham olsak bo'ladi. Mana 22 soatdan keyin Dream Draft qo'shiladi. O'shanda ham bitta yoki bir nechta dinamik agent olsak bo'ladi. Bu juda ham yaxshi degani. Sababi bizga Husanovdan tashqari boshqa o'yinchilar ham tushish ehtimoli oshadi ancha. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin, yozib qo'ygan. Guruh bosqichida o'tsa yoki o'tmasa reyting shunga qarab ko'tariladi. 1 plus yoki -3 gacha. 32 talik kirsa, 1/32 bosqichga o'tsa, +2 dan qo'shiladi. Va keyin masalan hozir Abduqodir Husanov 32 talik O'zbekiston guruhdan chiqsa, 84 yoki 85 bo'ladi va 1/16 ya'ni nimchorak finalga o'tsa 86 yoki 87 bo'ladi. Chorak final 88, yarim final 90, finalda yutsa 96. Bu juda ham yaxshi degani. Hop, jahon chempionatida sizlar kimni favorit deb o'ylaysizlar? Qaysi terma jamoa jahon chempionatida yutadi? Fikrlaring kommentariyaga yozib qo'yinglar. Videoga like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat.